Instagramda hozir murojaat kelib tushdi. Screenshot etib oldim. Ovozli xabarlar ham bor. Xorazm Shinamuylar boshqaruv servis kompaniyasi shirkatida ishlagan buxgalter Begimova O'g'iljon degan ayol shikoyat etib turibdi. Oyligimni bermay turibdi deb. Общий счетda 5,5 milliondan ortiq puli turibdi ekan. Operatsiyama pul topolmay turibman. Menga sadaqadin 700 nechadir ming so'm tashlab berdilar. O'zimni ishlagan maoshimni vaqtida bermay turibdi. Ketganimga ishdan bo'shab 2 oydan oshdi. Nechun meni oyligimni vaqtida bermaydi degan bir murojaat kelib tushdi. Biza bu murojaatni o'z navbatida Urganch shahar hokimi Bunyod Rajabovga beramiz. Hokimimiz hozirgi kunda boshqaruv servis kompaniyalarini nazoratda ushlab turibdi. Bu holatga oydinlik kiritishini so'raymiz. Men o'zim ham bir surishtirdim. Xorazm Shinamuylar boshqaruv servis kompaniyasida hozirgi kunda pul tushumi stabillashgan, ya'ni yaxshigina pul tushyapti ekan billingga. Demak, nima uchun ayrim mana bu ishchilar oyligini ola olmayapti? Shu qiziq menga bo'lyapti. Juda ham shikoyatlar ko'p. Bu yerda oldin ishlagan ishchilar bir ikkita yigitlarimiz ham bor. Ular ham oyligini ola olmayotgan ekan. Ular ham menga shu o'rinda murojaat qildi. Shu oyligini vaqtida bermaganligi sabab Toshkent shahrida hozir quruvchi bo'lib ishlab yuribdi ekan, ishchi xodim bo'lib. Ish yo'qligidan, maoshni vaqtida ola olmaganidan shu Toshkentga ketib ishlab yuribmiz dedi. Urganch shahar hokimiga yuborib qo'yamiz bu murojaatni. O'ylaymizki, ijobiy tomonga hal qilib beradi va mana shu ishlab ketgan ishchilar o'z oyliklarini olishadi. Tushum bo'lgan yerda yana oylikni ham berish kerak. Birovning mehnati-ku, birovning mehnatini qadrlash kerak. Bu juda ham bir qo'pol qonunbuzarlik hisoblanadi oyligini bermaganingiz.